Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Avtotest ilovasining ikkinchi beritlari bo'lgan savollarini ko'rib chiqamiz. Demak, boshlasak. Birinchi savol. Haydovchi yo'lakay yo'nalishda kimga transport vositasini taqdim etish kerak ekan? Demak, bizlarda javoblari bor. Yo'l xizmati xodimlari tibbiyot xodimlariga zudlik bilan tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan fuqarolarni davolash profilaktika muassasasiga olib borish uchun. Demak, bizlar qachon transport vositasimizni, ya'ni taqdim etishimiz kerak kimlarga? Ya'ni ichki ishlar organiga berishimiz kerak yoki tibbiyot xodimlariga berishimiz kerak. Endi mana bu yerda yo'l xizmati xodimi deyapti. Yo'l xizmati xodimi degani, masalan, yo'lda supuruvchi odam. Supuruvchi odamga bizlar bermaymiz. Ikkinchisida esa tibbiyot xodimlariga. Demak, bizlar majbur ekanmiz, demak, tibbiyot xodimlariga berishga. To'g'ri javob F2 variant bo'lar ekan. Keyingi savol. Qaysi belgi qarama-qarshi harakatlanishning ustunligini bildiradi? Ya'ni siz o'sha belgida kelsangiz, qarama-qarshini ustunligini bildiradi. Demak, bizlarda imtiyoz belgilari bor ekan. 2.6 ro'para harakatlanishining ustunligi haydovchi yo'lning tor qismida yoki ro'paradan unga yaqin bo'lgan transport vositasiga yo'l berish kerak ekan. 2.7 belgi esa ro'paradagi harakatlanishga nisbatan imtiyoz. Bizlarga mana demak rasmlari bor. Agarda siz bu belgida kelsangiz, yo'lning tor qismida yo'l berar ekansiz. Agarda siz mana bu ko'k belgida, to'rtburchak ko'k belgida kelsangiz esa, ya'ni ro'para harakatlanishga nisbatan birinchi o'tar ekansiz. Endi savolni mag'ziga tushuning. Qaysi belgi qarama-qarshi harakatlanishning ustunligini bildiradi? Mana ustunligini deyapti. Demak, agar bizlar mana bu belgida keladigan bo'lsak, demak qarama-qarshining ustunligini bildiradi, ya'ni qarama-qarshining. Demak, to'g'ri javob ikkinchi variant bo'lar ekan. Demak, ro'para harakatlanishning ustunligi belgisi. Keyingi savol. Qaysi transport vositalarini qatnov qismining chetiga ikki qator qilib qo'yish mumkin deyapti? 89-band. Transport vositalarining yo'lning qatnov qismida bir qator bo'lib, ya'ni bir qator qilib, qatnov qismi chetiga yo'l harakatining boshqa ishtirokchilariga xalaqit bermaslik sharti bilan faqat parallel ravishda kajavasi bo'lmagan ikki g'ildirakli transport vositalarini esa ikki qator qilib qo'yishga ruxsat etilgan. Demak, savolda qaysi transport vositalarini ikki qator qilib qo'yish mumkin deyapti. Demak, rasmga qarasangiz, bittasi kajavasi bor, ikkinchisi kajavasi yo'q. Demak, ikkalasini qo'yish mumkin emas ekan ikki qator qilib. Endi qaysi transport vositalarini ikki qator qilib qo'yish mumkin ekan? Mana kajavasi bo'lmagan ikki g'ildirakli, mana ikkalasi ham ikki g'ildirakdan bor. Demak, bunga ruxsat. Mana velosipedda ham ikki g'ildirak bor. Demak, ularga ham ruxsat etilgan. Endi nogiron tarixiy belgisi bo'lgan yengil avtomobilga ruxsat etilmaydi. 3,5 tonnadan kam bo'lgan yuk avtomobillariga ham ruxsat etilmaydi. Mana to'g'ri javob kajavasi bo'lmagan ikki g'ildirakli mototsikllar, mopedlar, velosipedlar shunga o'xshashlar. Kajaval mototsikllarni qo'yish mumkin emas ekan. To'g'ri javob F3 variant bo'lar ekan. Keyingisi, qaysi belgi qoidalarning aholi punktlarida harakatlanish tartibini belgilaydi, talablarni bekor qilishini ko'rsatadi? Demak, bizlarda ikkita belgi bor. Aholi punktlari ichi, aholi punktlar ichining tugashi. Demak, mana 522 aholi punktining boshlanishi bo'lsa, 523 o'sha aholi punktining tugashi ekan. Va ushbu qoidalarning aholi punktlarida harakatlanish tartibini, talablarini bekor qilingan joyini bildirar ekan. Demak, to'g'ri javob F4 variant bo'lar ekan. Xo'sh, keyingi savol. 5-savolga yetib keldik. Avtomobilning qaysi g'ildiraklari sirpanib tormozlanishga ko'proq moyil? Demak, bizlarda ikkita g'ildirak bor ekan. Oldingi g'ildirak va orqa g'ildirak. Demak, rasmga qarasangiz, orqa g'ildirak sirpanib ketyapti. Demak, mana bunga rasmga qarasangiz ham orqa g'ildiraklar sirpanyapti. Demak, to'g'ri javob orqa g'ildiraklar bo'lar ekan. Oldingi g'ildiraklar sirpanishga moyil bo'lmaydi. Demak, orqa g'ildiraklar sirpanishga moyil bo'lar ekan. To'g'ri javob F2. Keyingisi, o'ngga burilganda shu belgi bilan belgilangan tasmaga o'tishga ruxsat etiladimi? Demak, biza qarasak 5-9 belgisi bor. Yo'nalish transport vositalari uchun mo'ljallangan tasma.
Demak, bu tasmaga bizlar ikkita maqsadda o'tishimiz mumkin. Shunda ham o'ngga burilishda yoki odamlarni olish va tushirishda. Shunda ham bu tasma uzuq chiziq bo'lsa, agarda u mana bunaqa sidirg'a chiziq bo'ladigan bo'lsa, mumkin emas ekan. Demak, aytayaptiki, qachon o'tishga ruxsat etiladi? Demak, barcha holda ruxsat etilmaydi. Barcha holda taqiqlanmaydi. Bu javob xato. Demak, agar tasma qolgan harakat qismidan yotiq uzluksiz chiziq bilan ajratilmagan bo'lsa, ruxsat etilgan. Demak, yotiq uzluksiz sidirg'a chiziq bilan ajratilmagan, demak, ruxsat etilgan. To'g'ri javob F3. Demak, agarda bu savollarga juda ham qiynalayotgan bo'lsangiz, agar bu belgini ko'rsangiz, kalit so'zi agar degan so'z olib kelsangiz ham bo'ladi. Endi bizlar qoidani o'rganyapmiz, kalit so'zlari uncha kerak bo'lmaydi. Demak, keyingi savol: qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat etilgan? Demak, bizlarda yondosh hudud bor ekan, 4:1 belgisi bor ekan. 4:1 yo'l belgisi qatnov qismlarining qaysi kesishmasidan oldin o'rnatilgan bo'lsa, belgining ta'siri o'sha kesishmaga joriy qilinadi. Yo'lning qismi boshlanishida o'rnatilgan 4:1 belgisining ta'siri yaqin chorrahagacha joriy qilinadi. Belgi bizlarga mana bu joyi muhim. Belgi o'ng tomonda joylashgan hovlilarga va yo'lga yondosh boshqa hududlarga burilish taqiqlanmagan. Demak, bizlar bu yer chorraha emas, yondosh hududdan chiqiladigan joy chorraha hisoblanmaydi. Shuning evaziga bizlar yondosh hududlarda esa to'g'riga va o'ngga yursak bo'lar ekan. Chorrahada faqat to'g'riga yurgan bo'lsak, mana chorrahada agar ajratuvchi mintaqa bo'lsa, ajratuvchi mintaqaga hech ta'sir qiladi. Agarda bizlarga savolda yondosh hudud so'ragan uchun, demak, ikkala tomonda ham yondosh hudud. Demak, bizlar bu yo'nalishda faqat to'g'riga va o'ngga yursak bo'lar ekan. Chapga va qarab olish taqiqlangan ekan. Demak, rasmga qaraydigan bo'lsak ham, demak, to'g'riga va o'ngga bo'lgandan keyin A va B ga ruxsat etilgan ekan. A va mana V bilan G ga esa taqiqlangan ekan. To'g'ri javob A va B bo'ldi. Yaxshi. Demak, keyingi savol: qo'l jarohatlanganda kiyim qanday tartibda kiydiriladi? Demak, buni slayd orqali shart emas, o'shaning uchun og'zaki bajarib ketamiz. Oddiy qo'lingiz jarohatlandi. O'sha paytda siz birinchi jarohatlangan qo'lga kiyasiz. Keyin esa sog'iga kiyasiz. Agarda siz 2 barobar kirita olmaysiz, ya'ni qo'lingizni yoki sog' qo'lga tiqib, so'ngra jarohatli qo'lga kiydira olmaysiz. Chunki sog'ini tiqqaningizdan keyin jarohatlangan qo'lni egishga to'g'ri kelib qoladi, ya'ni bukishga. O'sha paytda siz qiynalasiz. O'shaning uchun mana F2 javob: kiyim avval jarohatlangan qo'lga esa so'ngra sog'iga kiygiziladi. Yechishda esa u teskarisi bo'ladi. Demak, keyingi savol: yuk transport vositasiga shunday joylashtirish kerakki, u nima qilmasi kerak? Aytayaptiki, 162-bandda quyidagi shartlarga amal qilinganda yuk tashishga yo'l qo'yilgan. Demak, qanaqa shartlar? Shovqin solmasa, demak, mana unaqa tunuka olib ketyapti, bu shovqin chiqarmasi kerak ekan. Keyingisi, chang ko'tarmasi kerak ekan. Qarasangiz, mana tuproq olib ketyapti, chang ko'taryapti. Demak, bunda qilmasi kerak ekan, chang ko'tarmasi kerak ekan. Yo'lni va atrof muhitni iflos qilmasi kerak ekan. Demak, mana suyuqlik olib ketyapti, atrof muhitni iflos qilgan. Demak, to'g'ri javob F2 variant bo'lar ekan. Demak, shovqin hosil qilmasi kerak, chang ko'tarmasi kerak va atrof muhitni iflos qilmasi kerak. Keyingisi, transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda kesib o'tadilar. Yaxshi, bizlarga rasmga qaraydigan bo'lsak, svetoforning asosiy ishorasi va svetoforning qizil ishorasi qo'yilgan qo'shimcha tarmoq o'ngga. Bitta narsani bilib qo'yinglar, agar mana savollar kelsa, xohlasin u tramvay bo'lsin, xohlasin balonli transport vositalar bo'lsin, faqat kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifalaridan tashqari, doim svetoforda mana bunaqa qizilida kiyganlar ikkinchi o'tadi. Ikkinchi. Doim svetoforda yashilda kiyganlar esa tramvaylarga ham nisbatan birinchi yuradi. Tramvaylar doim teng bo'lgan joyda ustunlikka ega. Shuning hisobiga, demak, 100-bandda o'qiyotmadik. Demak, chorrahada asosiy yashilda kiygani uchun yengil avtomobil birinchi yuradi. Tramvay va avtobus esa ikkinchi yurar ekan. Mana bu rasmda
Ya'ni rasmga olib qo'ysalaringiz o'zlaringizga oson bo'ladi. Shunga o'xshash bir 5-6 ta savol bor kamida. Demak, keyingi savol: suyak singanda qotirib bog'lash uchun nimadan foydalaniladi? Demak, qarasangiz, mana bu yerda odam suyagi singan. Mana suyak singan. O'sha payt bizlar mana bunaqa taxta bo'lagidan olishimiz kerak ekan. Taxta bo'lagi. Deya bironta yumshoq mato bo'lmaydi. Qarang, mana oyog'i singan, u qimirlamas kerak. Yoki qiyshaymas kerak. O'sha payti mana shunaqa tekis taxta bo'lagidan foydalanish kerak ekan. Demak, bu suyakni ishlab turar ekan joyida. To'g'ri javob F3 bo'ldi. Taxta bo'lagi. Keyingi savol: ushbu yo'l belgisi oyoqlantiradi deyapti. Demak, bu belgi nima haqda oyoqlantirar ekan? Demak, rasmga qaraydigan bo'lsak, 1-3-1 bir izda temir yo'l. 1-3-2 2 o'ndan ortiq izla temir yo'l belgilari shlagbaum bilan jihozlanmagan. Temir yo'l kesishmasi oldi o'rnatiladi. Demak, bizlarda ikkita belgi bor mana aka. X bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bitta iz bo'ladi temir yo'lda. Agar X tagida yana bitta stilka bo'ladigan bo'lsa, 2 o'ndan ortiq izda bo'ladi. 300 da bo'lishi mumkin, 400 da bo'lishi mumkin. Demak, mana bu belgi qarasangiz shlagbaum yo'q. Demak, bizlar ham javobni belgilayotganimizda shlagbaum bilan jihozlanmagan bir izda temir yo'lda bosishimiz kerak ekan. Yana mana bu javob bo'lmaydi. Bir izda temir yo'l kesishmas yaqinlashayotgani yo'q. Bizlar mana bu so'zni ham qo'shishimiz kerak. Shlagbaum bilan jihozlanmagan. Yaxshi, demak, keyingi savol: kunning qorong'i vaqti sun'iy yoritilmagan yo'llarda yoki yetarli ko'rinmaslik sharoitida yonmaydigan orqa gabarit chiroqlar bilan to'xtab turish yoki ta'mirlash joyiga olib borishga ruxsat etiladi. Demak, kechqurun ketyapsiz, mana bu chiroqlar umuman ishlamaydi. Qop-qorong'ida ketyapsiz. O'sha payt ustaxonaga olib borishga ruxsat etiladi deyapti. Hech qachon ruxsat etilmaydi. Bilib qo'yinglar, kechqurun bizlarga ko'rish sharoitini hisobga olishimiz kerak. Agar chirog'ingiz yonmasa yoki tuman yetarli ko'rmaydigan sharoitda siz yura olmaysiz yo'lni ko'rib. O'sha payti orqadan kelayotganlarni yoki qarama-qarshi kelayotganlar bilan avariya holati yuzaga kelishingiz mumkin yoki qanaqadir bir chuqurga tushib ketishingiz mumkin. O'shaning uchun taqiqlanadi. Yaxshi, boyagi savol bilan bir xil. Qaysi transport vositasi yo'l berish kerak? Demak, qizilda kim kelyapti? Demak, qizilda yengil avtomobil kelyapti. Demak, kim yo'l berish kerak ekan? Demak, yengil avtomobil, ya'ni yo'l berishi kerak ekan. Mototsikl haydovchisi esa asosiy yashilda kelayotgani uchun birinchi yuradi. Demak, keyingi savol: qaysi transport vositasiga harakatlanishga ruxsat etilgan? Demak, chorraha bor. Bu chorraha tartibga solingan chorraha. Ya'ni tartibga soluvchi bor. Demak, tartibga soluvchini, ya'ni siz buni ishlashda gaylarni oson yo'lini o'rgataman sizlarga. Savollarni ishlashdi. Eng birinchi o'rinda siz mana buni yo'llaysiz. Demak, qaysi tomonlar taqiqlanadi, qaysi tomonlar ruxsat etiladi. Endi bizlar to'rtalasiga ham bir vaqtda qara olmaymiz. O'shaning uchun siz bitta taqiqlangan tomonlarni topib chiqing. Eng oson yo'li ruxsat berilgan tomonni birinchi topish emas. Taqiqlangan tomonni birinchi topishimiz kerak. Demak, qaysi tomonlar taqiqlangan ekan? Tartibga soluvchining qo'llari tushirilganda yon tomonga uzatilganda. Oldi orqa. Demak, farqi yo'q. Oldi orqasidan kim bo'lishidan qat'iy nazar taqiqlanar ekan. Demak, kimlar taqiqlanar ekan? Xo'sh, mana qaraydigan bo'lsak, mototsikl bilan avtobus oldi orqasidan kelyapti. Demak, ularga taqiqlanar ekan. Endi yelkasidan qaraydigan bo'lsak, to'g'riga va o'ngga farqi yo'q. Ikkala yelkasidan ham to'g'riga o'ngga. Demak, mana bu yuk mashinaga qarasak, u chapga burilyapti. Mana chapga. Demak, u chapga burilgani uchun nima qilinar ekan? Chapga burilgan mana devor bor. Demak, taqiqlanar ekan. Endi mana oq avtomobilga qarasangiz, favorati yoqilmagan. Demak, favorati yoqilmagan bo'lsa, u to'g'riga ketyapti. Demak, kimga ruxsat etilgan? Faqat yengil avtomobilga ruxsat etilar ekan. Keyingi savol: harakat ikki tomonlama bo'lgan 3 tasmali yo'l bor. Siz o'ngga burilish uchun qaysi tasmadan amalga oshirishingiz kerak? Bizlarda 3 tasmali yo'lda mana qarang.
o'ng qo'l tomon borish, eng chap qo'l tomon kelish. O'rta tasmaga 4 ta holda chiqsa bo'ladi. Demak, trans vositalarini quvitishda yoki buzilib qolgan mashinani aylanib o'tishda yoki chapga burish va qayirib olishda. Bilib qo'yingizlar, transport vositasi o'ngga burilmoqchimi? Doim o'ng bo'lakda kelish kerak. Mana bu bo'lakda, o'ng bo'lakda. Demak, shuning uchun o'rta tasmadan yo'q, o'ng yoki o'rta tasmadan. Bizlarda o'ng degani to'g'ri, lekin o'rta degani noto'g'ri. O'rta tasma noto'g'ri, faqatgina o'ng tasmadan ruxsat etilar ekan. To'g'ri javob F4. Keyingi savol: yashil avtomobil chorrahadan nechanchi bo'lib ketib o'tadi? Demak, bu chorrahani ko'ryapmiz. Svetofor bor, imtiyoz belgilari bor. Demak, 43-bandni ko'rib chiqamiz. Svetofor ishoralari imtiyoz belgilari talablariga zid bo'lgan hollarda haydovchilar svetofor ishoralariga amal qilish kerak. Ya'ni buni oson yo'li, mana bunaqa svetofor ishlab turibdimi? Mana bunaqa asosiy yo'l yoki yo'l bering belgilari bo'lsa, bo'ldi. Bu yerda faqatgina svetofor bor ekan deb ishlashimiz kerak ekan. Demak, imtiyoz belgilari yo'q ekan. Shuning hisobiga svetoforga qarasangiz, sizga yashil yongan ko'kka, qarama-qarshiga yashil yonadi. Demak, ikkalasiga ham yashil yongandan keyin bular ishoralar bir xil bo'lib qoladi va teng bo'ladi. Bizlarda chorrahada teng ahamiyatli bo'lgan joyda o'ng qo'l qoidasi bor. Demak, qarasak, bitta trans vositasi chapga burilyapti, ikkinchisi o'ngga burilyapti. Demak, chapga burilgan trans vositasi doim qarama-qarshidan o'ngga yoki to'g'ri ketgan trans vositasiga yo'l berish kerak. Shuning hisobiga mana bu yerda yashil kelyapti, ko'k ham yashil kelyapti. Ko'k to'g'ri ketyapti, yashil esa chapga burilyapti. Bizlarda qoidamizda mana chapga burilayotgan trans vositasi qarama-qarshidan ko'kka yo'l berish kerak ekan. Shuning hisobiga yashil ikkinchi bo'lib o'tar ekan. Demak, keyingi savol 1.20. Demak, mazkur yo'l belgisi nimani bildiradi? Yaxshi, bu belgi nimani bildirar ekan? Rasmga qarasak, bu piyodalar o'tish joyi ekan. Demak, bizlarda mana bu 1.20 piyodalar o'tish joyi bor ekan. Bu yoqqa qarasangiz, ko'k rangdagisi, ya'ni 5.16.1 belgisi bor ekan. Demak, mana bu yoqda 5.16.2 bo'lishi mumkin. Demak, bu belgilar kelganda, demak, nima qilish kerak ekan haydovchi? Bizlarga savolda aytayapti, bu belgi nimani bildiradi? Yo'lning trotuar yoki piyoda yo'lkasi. Mana bu trotuarimiz, bu piyodalar o'tish joyi bo'ladi. Demak, shuning hisobiga, demak, bu belgi piyodalar o'tish joyiga yaqinlashayotganlik haqida ogohlantirgan. Demak, piyodalar mana bu joydan kesib o'tmas kerak ekan. Demak, piyodalar bu yoqdan kesib o'tish kerak ekan. Ya'ni ko'k ranglisidan. Shuning hisobiga F2 bo'lar ekan. Demak, keyingi savol: qaysi joylarda trans vositalarini burchak ostida qo'ysa bo'ladi qatnov qismiga? Demak, bizlarda avvalgi savol kelganda qaysilarni ikki qator qilib qo'yish mumkin edi. Demak, buni oson qilib o'rgataman. Yo'lingiz kengaytirilmagan qatnov qismi. Mana bu esa alohida kengaytirilgan. Agarda sizda 89-bandda aytayapti, yo'lingiz kengaytirilmagan bo'lsa, faqat parallel qo'ying deyapti mana. Parallel. Mana yo'lingiz kengaytirilmagan bo'lsa. Agarda sizni mana bunaqa qatnov qismi kengaytirilgan bo'lsa, demak, bizlar boshqacha tartibda qo'ysagan bo'lar ekan. Shuning hisobiga mana bu trans vositasi burchak turibdi. Demak, qachon trans vositasini bizlar burchak ostida qo'ysak bo'ladi? Yo'lning qatnov qismi kengaygan joylarda ruxsat etiladi. Shunda ham bizlar boshqa ishtirokchilarga xalaqit bermasligimiz kerak. To'g'ri javob F4-javob bo'lar ekan. Eng oxirgi savol: qaysi transport vositalariga to'xtab turishga ruxsat etilgan? Demak, bizlarda rasmimiz bor ekan, mana 3.27 da to'xtash taqiqlangan belgisi bor. Trans vositalarining to'xtashi va to'xtab turish taqiqlangan ekan bu belgida. Pastda esa trans vositasining turi bo'lgan belgisi bor. Ya'ni yuk avtomobil. Belgining ta'siri joriy etilgan transport turini ko'rsatadi. Demak, bu belgi ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk. Demak, belgini birgalikda o'qisak, mana bu belgi sal noto'g'riroq ketgan.
demak slaydda sal noto'g'ri ketgan ekan, uzr. Mana bu belgini ko'rib chiqamiz. Bu 328 to'xtab turish taqiqlangan belgisi. Demak, trans vositalarni bu yerga 10 minutgacha to'xtasak bo'ladi. Demak, bu belgini birgalikda o'qiydigan bo'lsak, to'xtab turish taqiqlanadi 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobiliga. Demak, ruxsat etilgan. Demak, bizlarga ham savol aytyapti, qaysi trans vositalarga to'xtab turishga ruxsat etilgan. Demak, bu belgi faqatgina o'sha yuk mashinasiga ta'sir qilar. Shuning hisobiga faqat yuk mashinasi bu yerda to'xtab turish taqiqlangan ekan. Belgining ta'siri qolgan boshqa trans vositalarga ta'sir qilmaydi. Shuning uchun mana bu yengil avtomobil bilan mototsiklga ruxsat etilar ekan. Tushunarli bo'ldi-ya? Demak, imtihon savollarining ikkinchi belgisini ko'rib chiqdik. Xo'sh, e'tiboringiz uchun rahmat. Endi YouTube kanalimiz rivoji uchun sizlardan like, podpiska bosishni unutmanglar. Keyingi videolar chiqishda ham omad tilab tursalaringiz, bundan ham yaxshiroq videolar chiqishiga yana harakat qilaman. Hammaga rahmat, hammaga omad. Imtihonlarni yaxshi topshirib olinglar. Hammaga prava nasib etsin. Sog' bo'linglar.